Muhammed Abdülkerim El-Xattabi rahimahullah Kur'an'la qo'zg'alan hareketlerinin dahisi. Namlı kitabını o'qishni boshlaymiz. Üçüncü, Xattabi inqilab qilishdan ilgirki siyosiy vaziyat. Mag'rib shaharlari 15 asrning 5idan boshlab g'arb tajovuzchilikni boshdan kechirgan. Masalan, İspan kuchlari Mag'rib shaharlarining ba'zilarini ishg'ol qilib olgan bo'lib, Sabta shahri 1415-yili. Undan keyin Meliliya shahrini 1497-yili. Bunun sababi Mag'ribning boshqa shaharlarini qo'lga keltirishdagi vosita qilishni planlagan. 20-asrning boshlarida Osmoniya xilofati ojizlashgan. Bu fursatda Angliya va Fransiya Afrikaning shimoliy zaminlarigacha o'zining nüfusini tarqitishga qattiq kuchgan. Fransiyaning 1830-yili Aljeriyani qo'lga elishi va ikki davlatning 1904-yili Misrdagi huquqini Angliyaga o'tkazib berishi bilan Vudedi kelishimiga imzo qo'yib birlikka kelgan. Bu kelishim Angliyaning Tanja shahrini davlat ilkida qoldirish bilan birga Mag'ribdagi siyosiy holatni boshqarishda Fransiyaning huquqi borligini e'tirof qilish bilan ishga oshgan. Keyin Fransiya va Ispaniya orasida boshqa bir kelishim tuzilib, bu kelishim bilan ikki davlat Mag'ribning chet rayonlarida o'z huquqlarini belgilash va ikki guruh orasida nüfuzli rayonlarni taqsimlash ishga oshdi. Mana bu kelishim 19-asrda Yevropa davlatlari orasida tuzilgan 8-kelishim asosidagi ittifoqni buzganlik bo'lib, Germaniya davlatida zo'r g'avg'o qo'zg'adi. Germaniyaning bu e'tiroziga ergishib 1906-yili 7-aprelda 12 Yevropa davlati va Amerika raisi Roosevelt vosita o'rnida qatnashgan davlatlik qurultay ochildi. Uningda Mag'rib hokimiyatining mustaqilligini e'tirof qilish, Mag'ribning bexatarligini Fransiyaning himoyasi ostida kafolatlantirish va imzo qo'ygan davlatlarning tijorat erkinligini qo'g'dash va boshqa bir qator masalalar Mag'ribliklarning g'azab nafratini paydo qilgan edi. Shundaqla xalqni Fransiya kuchlariga qarshi qo'zg'atgan narsa bu kelishim deyilgan. Bu qo'zg'alandan keyin Fransiya kuchlari ilg'or qurollari bilan Avja Darul Bayza Shaviya rayonlarini ishg'ol qilib oldi. 1908-yili Ispan kuchlari Ribga qarab ilgirlashga boshladi. 1911-yilga kelganda Germaniya va Fransiya o'rtasida ittifoq tuzildi. Bu jarayonda Fransiya Mag'rib zaminlarining ishg'ol qilinishining badaliga Kongoni Germaniyaga topshirib bergan. İşgaliyeti. Birinci, Şimali İspanlar işgaliyeti. Bununla Marrakeş coğrafiyalik rayonunun 10'dan biri boysundu. İkinci, Janub ve merkezi rayondaki Fransızlar işgaliyeti bularga 9'dan biri boysundu. Bular şu vaqtdagi davlatlik siyosiy vaziyat ahvoli. Ammo ichki ahvolga kelsak, Mag'rib 1666-yil qurilgan Alaviy davlatiga bo'ysunadi. 19-asrning oxirlarida bu davlat siyosiy zulm, pul muomala chirikligi va ma'muriy ojizliklardan shikoyat qilishga boshlagan bo'lib, Ibn Mansur G'arbning shu vaqtdagi vaziyatini xulosalab mundoq degan. Mag'rib ilgirki kunlarda yangi zamonga mos kelmaydigan va jamiyatning vaziyatini yaxshilay olmaydigan ko'na davlat apparatlari bilan boshqariladi. Shundaqla Mag'rib zaminlari Sahro arablari yoki Buxoro qullaridan tanlangan ilmsiz, tarbiyasiz hokim qo'mondonlar va vazirlar tomonidan boshqarilgan edi. Xizmatchilarning ko'pinchisi avomning meli va jiniga tajovuz qiladi. Mushunga o'xshash ma'muriy hokimiyat chirikligi natijasida xalqning boshiga zulmdan boshqasi tushmagan edi. Bu xorliq keyinchi ko'p qabilalarni Mag'rib hokimiga qarshi chiqishga undigan. 1830-yili Aljeriya ishg'ol qilingandan keyin Alaviy davlat hokimlari siyosiy va iqtisodiy qiyinchiliklarga duch keldi. Shuning bilan bu besimlar vaqtning o'tishiga ergishib 1912-yildagi Ispaniya Fransiya himoyasining qabul qilishiga majburlab qo'ydi. Hurmatli anglovchilar, bu qatimliq anglatishimiz bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishgacha Allohga omonat. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.